Hozir. Uka kira olmaysan. Kirmayman. Qarz qachon berasiz? Qilib beraman dedim uka. 6 oydan beri cho'zib yuribsiz. Ana beraman, mana beraman deb. Aka ham shuna bo'ladi. Katta eshikdacha o'zi uka qolish kerak edi. Yuzsizlik qilib o'tirib olgansiz. Uka, Ramazon oyi ko'ryapsan, ish Qiziqtirmaydi. Hamma o'rtog'im zakotini berib ol. Bitta men yuribman sizga ishonib. Ana beradi, mana beradi deb. Xullas 10 kun vaqt. Bersiz, berdingiz. Bo'lmasa aka ukacha shuni uzib qo'yaman. Assalomu alaykum aka. Dadang qani? Uyda? Bor chaqir. Akiring o'zingiz? Chaqir deyapman. Gap ko'paytirma. Xo'p. Dado, amakim keldi, siz so'rayapti. kelgan bo'lsa, ana turgan pulni olib berib qo'y, meni indamay qo'yaver a. Mana aka. Bu safar ham zakot bersanlardan o'tib ketdim. Mana qilib zakot beradi. 5 ming, 10 ming qilib maydalashib yurmaydi. Faqat endi joyini topishimiz kerak. O'g'il bola, zakot birinchi yaqinlarga beriladi. Oxirgi marta akangdan qachon xabar olding? Yaqinda bittasi haqqini rosa tiragan ekan. Bitta o'chkasini sotib beribdi-yu. Mujik. Sen bilan qayta bitta dasturxonda o'tirmaganim bo'lsin.